Assalomu alaykum. Mana biz Atlant farqlar bilan ishlashni boshladik. Avtoritlar barablardan oldik filtrlardan. Ustalar kelib, şöyle qilib ustalar faqat berdilar, hammasini qo'ydilar, kakkalovlar. Hammasini joyida o'tkazdi, o'rnatdi, hammasini videoga tushirib ko'rsatib, ishladi. Mana suvlar chiqib bu yoqqa. Suvlarni chiqarib, mana bunday qildik. Yana davom etgan narsalar qo'yiladi. Xudo xohlasa, ishlashi yaxshimi? Bir yarim sutka ishlab tushirib, proyekt qildirib, hammasini tavsiya qilamiz ishlaringizni. Ularda yaxshi, ishlar yaxshi, hammasi qo'yda qo'yib, qatnov bo'lsa, garantini talab. Xudo xohlasa, ishlarga rivoj.